Assalomu alaykum yurtdoshlar. 2025 yil 25-iyun hafta kuniga chorshanba biz Chiroqchi mashina bozoriga Gentra Cobalt syomka qilishga yetib keldik. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa akalar, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Chiroqchi mashina bozoridan mana shu 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Gentradan boshlaymiz akalar. Osiyo bozori chiqadi aka. Ha, 70. 2020 yil mexanika Gentra avtomat sakadiskalar qo'yilgan. Videoni oldin bitta like bosib qo'yamiz akalar, likeimiz tekin. Alloh rozi bo'lsin. Mexanika Gentra 2020 mexanika. Necha bo'lsa qilib beramiz buni aka? Naqd pulga. Buni 120 deyapmiz, o'tib beramiz. Ana o'shaga, sunnatiga. Sunnatiga. Qancha yurgan? 69-70 mingda. Kraskasi toza. Toza. Yoqilg'i benzin. Yoqilg'i benzin, umuman gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Telefon raqam 88lik 160 04 44. Bo'ldi aka. Sharstabizni mashinasi akalar. Akamga bir motor boqaverasiz, 120 million savdosi bor deyapti. 10 ga beradimi, 12 ga beradimi? Telefon qilib motor so'raverasiz akalar. Chiroqchi mashina bozorida. Navbatdagi mashinamiz 2020 avtomat korobka Gentra. Luklari ham bor. Parafan gazi bor ekan. Kraskasi Radnoy deb akamiz. Tonirovka uskunalar ham bor ekan. 88lik 618 1011. 145 million diye bakamiz, savdosi bor. To'rtinchi pakalında parapani bor ekan. Abis konditsioner ham nafas bor ekan. ...2020 kraskasi Radnoy 145 million so'm. 88lik 618 1011. Navbatdagi Gentramiz mexanika 2023 12 ming yurgan. Balonlar yangi ekan. Benzinda. Abis konditsioner hamma narsasi bor ekan. ...12.000 yurgan kraskasi Radnoy 2023 benzinda. Akamiz oxiri 140 million so'mda deyapti. 88lik 618 1011. Chiroqchi mashinasi 23 ga 23. 12.000 yurgan. 140 million bo'lsa, naqd bo'lsa beraman dedi akamiz. Navbatdagi mashinamiz Cobalt 2019 mexanika. Metan gazlari bor ekan. GK2. Chiroyli ranglik. Metan gaz bor ekan, konditsioner bor ekan, abiz bor ekan. Hozir akamizdan ma'lumot olamiz. Balonlar yangi ekan. Aka, buni nechta qilib beramiz naqd pulga? 112 bo'ladi. 112 yurgani? 210. 210 ming yurgan 2019 mexanika 110 million so'm. Kraska necha foiz deymiz? 10%. 10% bor. Telefon raqam 97lik 488 91 38. bo'ldi. Motor, korobka ishi yo'qmi? Ishi yo'q. Hadoylar yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi. Qay mashinasi? Xitobni mashinasi akalar. 2019 110 million so'mga. Akamiz telefon raqami qoldirdi. Telefon raqami aytdikmi aka? Aytdik. Bu Gentra yillichi? 19 avtomata. Qancha yurgan? 91 ming yurgan. Ha? 91 ming yurgan. 2019 avtomat 91 ming yurgan. Chokka. Avtomat korobka. Chihol folik tayyor ekan.
Abiz kanselir, mitdan hammasi bor ekan. Jintrani shu qilib beramiz, naqd pulga. Naqd pulga 126. 126 million qilib beramiz. 19 avtomat. Kraska Toza. toza, 100%. Telefon raqam 97lik 488 91 38. bo'ldi. Akalar, ko'ringizlar, 126 million bo'lsa beraman deyapti. 2019 avtomat Gentra. Chiroqchi mashina bozorda. Navbatdagi mashinamiz 2016 Euro avtomat korobka Gentra. Avtomat korobka. Bu avtomat qo'yilmagan, bu Euro chiqqan. Euro shunaqa chiqqan, 100lik avtomat chiqadi, lekin zo'rlik, ekonomika bo'ladi. Badanat ham turibdi ekan. Aktam aka, hormang. Nima olib chiqdingiz? Lekin badanati nima ekan? Balonlar yangi ekan. Abiz kansioner mitdan tayyor ekan haydashga. 2016 avtomat korobka Gentra. Akamizdan ma'lumotlar olamiz. Aka 2016 avtomat korobka Euro. Shunday. Kraska Bitta kapotga tosh urgan uchun sepilgan. Sepilgan. Yechilgan ham yo'q. yechilgani yo'q. Qonjoyi radnoy. Shunday. Naqd pulga ushbu qilib beramiz. Sizda aytib kelsa 106 ga beraman. 106 million so'mga beramiz. Telefon raqam 97lik 388 71 17. bo'ldi. Akalar, Qamashina mashinasi avtomat korobka 2016 106 million so'm deyap akamiz. Kraskasi radnoy, bitta kapotiga tosh urgani uchun sepilgan ustiga. Bemalol telefon qilib urasizlar, avtomat korobka. Lekin mazza qilib taksi qiladigan mashina ekan, Yandex. Ishlari ham akkurat turibdi. Qancha yurgan edi? 180 ming yurgan. 2016-yil Cobalt mexanika. Balonlar yangi ekan. Metan bor ekan. Kansioner bor. Akamiz 80 millionga beraman deyapti. 2016. 80 million so'mga bosib oladigan joyi yo'q. Qancha yurgan? 248. 248 ming yurgan. Kraskaning chaqa-chuqa bo'ladi, to'g'rimi? Telefon raqam 97 313 96 91. qayer mashinasi? Qamash. Qamashina mashinasi. Akalar, Qamashina mashinasi. Bemalol akamiz telefon qilib 80 millionga bo'lsa beraman deyapti. Pilingroq Cobalt so'raganlarga borib qo'yamiz. 23-yil mexanika Cobalt. Yili yangiroq mexanika so'raganlarga borib qo'yamiz. Metan bor, kansioner bor, Abiz turmuz bor. 23-yil mexanika Cobalt. Kichik holatlari 80 necha pul bo'lsa qilib beraman aka, naqd pulga. 11 mingga bermayapman. 11 mingga bermayapsiz. Baland bitadi. Shunday. Bo'ldi. Telefon raqam 99lik 421 4051. qayer mashinasi? Kuydalan. Ko'chalar mashinasi. Kraskasi radnoy. Yo'q, radnoy. Radnoy kraskasi. Bo'ldi. 23-yil mexanika Cobalt. 11 mingga bermayapman deyap akamiz. Ko'chalar mashinasi. Bemalol telefon qilib foydalanashaverasiz. Kraskasi radnoy. 81 ming yurgan. 2013-yil avtomat korobka Cobalt navbatdagi mashinamiz. Metan bor, Abiz bor, kansioner bor. Avtomat korobka 2013. Puling roq so'rganlarga borib qo'yamiz. Avtomat korobka 2013. Yinam sizga hali ham ishitma
91'lik 474 0031. Qancha yurgan? 357 357 ming avtomat yurgan. korobka. Avtomat korobka. Kraska necha foiz deymiz? Kraska 10%. 10% Atakrılasta bor. Kapotini yarimga Bo'ldi. nasib etmaz. Oxiri 90 million avtomat korobka. Nexia 3 yillichi. 2019 mexanika Nexia 3. O'zim qo'ydim-ku. Bolam mana diskan. Yo'q, qo'yaga. 2019 Nexia 3. Mexanik. Metan bor, kondisioner bor, abiz bor. Kraskasi ratnay. Kraskasi Radno 2019. 85 ming yurgan. 85 ming yurgan, motorlar ochilmagan 2019 Nexia 3'imizni necha pul qilib beramiz naqd pulga? 100 million so'm qilib beramiz. Bo'ldi. Telefon raqam qaytaramiz aka. 91'lik 474 0031. Bo'ldi. Chiroqchi mashinasi ekanlar, kraskasi Radnoy, motorlar ochilmagan. 100 million bo'lsa qilib beramiz deyap akamiz. Telefonlashib savdolashaverasiz bemalol. 90 ga beraman, 95 ga beraman. Akalar, bitta like bosib qo'yamiz, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Inshaalloh biz endi jonli efir qilamiz.